Hop, demak azizlar, bugun sizlar bilan fotosintez haqida gaplashamiz. O'zim bo'lganda birinchi navbatda nima uchun fotosintezni tushunish kerak? Chunki biz qaysi metabolizm o'rganyapmiz? Glyukoza metabolizmi. Glyukoza qayerdan hosil bo'lyapti? Masalan, biz yeyotgan organizmimizda umuman organizmga tushayotgan glyukozani katta zaxirasi, katta manbai bu o'simliklar. O'simlik mahsulotlari tarkibida bilasiz, shakar mahsulotlari ko'p bo'ladi. Hayvonlarda oqsil ko'proq, to'g'rimi? O'simlikni yeganimizdan keyin u organizmda mana e'tibor bersangiz ko'p aytamiz, kraxmal parchalanadi. Ko'proq kraxmal parchalanadi. Hech masalan glikogen parchalanadi degan gapni deyarli ishlatmaymiz. Chunki glikogen bu hayvon shakari. U organizmimizda bor. U qayerdan paydo bo'lgan? Shu kraxmal, ya'ni o'simlik shakarini glyukozalargacha parchalanishidan hosil bo'lgan. Demak, biz umuman fotosintez natijasida birlamchi organik modda, ya'ni glyukoza sintezi haqida gaplashamiz. Ya'ni o'sha biz parchalayotgan glyukoza aslida qanaqa hosil bo'ladi? Chunki o'simlik shakar hosil qilyapti-ku. O'sha shakarni ham o'z qayerdan olish kerakmi? To'g'ri, shakar parchalayapti. Shakarni qayerdan olish kerak-ku? Parchalayotgan shakarni qayerdan olyapti? Bu nisbat qanaqa? Ya'ni u qancha sintez qiladi, qancha parchalaydi? Oradagi ATF va hokazolarning tafovuti haqida gaplashamiz. Umuman olganda biz organizmni birinchi navbat fotosintez haqida gaplashishdan oldin organizmlarning ozg'inanishiga ko'ra guruhlarga bo'lib olishimiz kerak. Qarang, qoidani eshiting. Men bo'lib ketaveraman, bu gapni eshitish kerak. Qarang. Organizmlar uglevod manbaining qaysi turidan foydalanishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Eshitdingizmi? Organik modda manbaining qaysi turidan foydalanishiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Avtotrof va heterotrof. Mana bitta yoza qoladi. Demak, umuman olganda biz buni ozg'inanishiga ko'ra deb qo'yamiz. Mana ozg'inanishiga ko'ra. Demak, oziqlanishiga ko'ra. Birinchi demak, avtotrof, heterotrof. Avto degani o'z-o'zidan, trof oziqlanaman. Degan, trofik, degan mana bu o'tdik-ku. Esingizda bo'lsa, gohida paydo bo'lib, gohida yo'qolib qolgan kiritmalar, sekretor, pigment, trofik, oziqa degan narsalar bor. Avtotrof o'z-o'zidan ovqatlanadi. O'zidan o'z oziqasini topadi. Heterotrof turli xil degan esingizda. Любой narsa, har xil narsalarni yeydi degan. Demak, avtotrof organizmlar nima? Ular eshitinglar. Avtotrofga ta'rif beraman endi. Undan oldin demak o'sha uglevodning qaysi manbaidan foydalanishiga ko'ra organizmlar ikkiga bo'linadi dedim. Ya'ni ozg'inanishiga ko'ra avtotrof va heterotrof. Endi avtotrofga ta'rif beraman. Organik modda sintezini o'zlari hosil qilgan energiya hisobiga amalga oshirsalar, qani organik modda sintezini o'zlari hosil qilgan energiya hisobiga amalga oshirsalar, ular avtotrof. Birinchisi fototrof organizmi. Ya'ni ular bevosita quyosh energiyasidan foydalanishadi. Tushundingizmi? Ya'ni organik modda sintezi uchun ular qaysi energiyadan foydalanadi? Bepul olaversin, bemalol sintez qilsa, qo'lidan kelsa qilaversin. Ikkinchisi hemotrof. Kimyo degani. Kimyoviy reaksiyalardan energiya ajrab chiqaradi. Masalan, esingizda bo'lsa, azot fiksatsiyalovchi bakteriya, tugunak bakteriya. Avtotrofga olganmanmi? Esingizda avtotrofga olganmiz, tugunak bakteriyani avtotrof deganman. Nima uchun avtotrof deganman? Hech kim so'ramagan o'sha payt. Mana bosa-bosib ketaverganman. Sizlar bilishingizcha, ishoninglar, shu paytgacha sizlar avtotrof desa faqat fotosintez qiladigan organizmni tushunasizlar. To'g'rimi? Ya'ni o'simlikni tushunasizlar. Lekin tugunak bakteriya fotosintez qiladimi? Yo'q. Nima ish qiladi u desa, u atmosferadagi molekulyar azotni o'zlashtiradi. Natijada qarang. Molekulyar azot qanaqa ko'rinishi edi? N3, N2 to'g'rimi? Orasida bog' bor. Uchta to'g'rimi esingizda bo'lsa. Bu azot, molekulyar azot, ya'ni N2 ko'rinishda uchraydi-yu atmosferada. 78% azot bor esingizda bo'lsa, 8 ta o'tkansizlar. Xo'p, mana shu azotni biriktiradi. Turli xil birikmalar ko'rinishda. Masalan, nitrat, nitrit birikmalarigacha biriktiradi. Tushunasiz, o'zingiz oksid deydi o'zi. Oksidlanish natijasida biz agar kim o'tgan bo'lsa, oksidlanish qaytarish degan reaksiyalar bor-ku kimyoda ham, to'g'rimi? Bog'lar uzilib, nimalari o'zgarib ketadi. Shu mana shu bog'lar uzilishi, oksidanishlari, elementlarning oksidlanishi hisobiga energiya ajrab chiqadi. Shu energiyadan u organik modda sintez qiladi. Ular kim ekan? Hemotrof. Fototrofchi. Ular quyosh nuridan tushadi. Ana shundan nima qiladi? Ro'hib bor-ku uchinchisi. Quyosh nuri. Ko'rganmisizmi? Quyosh nurini gulga yo'naltirib gullanma qiladi. Bular avtotrof bolalar. Endi heterotrof organizm 3 xil bo'lgan.
Heterotrofda bo'ldi, prosta tashqaridan bir narsani yeb ketadi, itga o'xshab ketadi deb o'ylagan. Yo'q, unaqa emas. 3 xil ham turi bor. Birinchisi hamma biladigan, hammamiz biladigan bu galazoy turi. Ya'ni galazoy degan nom birinchi marta bilib olasizlar. Men prosta bu usulni hamma biladi. Ya'ni olib, chaynab yeyish. Shunisi olib biz tayyor narsani yeymiz, luqmani. Bo'rlar shunga ovqatlanadi, o't yeydigan o'sha kiyiklar shunga ovqatlanadi, odamlar shunga ovqatlanadi. Ikkinchisi parazit. Nabor yemaydi u. U yo so'radi, yo kemiradi, unaqa deydi. To'g'rimi? Masalan, ya'ni qaysi ma'noda ichki organlarimiz yashaydigan o'sha bizani sevimli necha yillardan beri qadrdon do'stlarimiz harakatga ketyapti. Parazit organizmlar. Uchinchisi saprofit. Saprofit organizmi. Qarang. Saprofit bilan xematrof farqini tushuntirib beraman. Xematrof atmosferadagi tekin, atrofda to'layotgan, tekin sochilayotgan, chunki quyosh nuri tekin-ku, VIP holiga tishlasangiz bo'ladi. Xematrof u ham shu. Tekin atrofda sochilayotgan narsalarni oksidlab foyda oladi. Bucha saprofit. Kimdir sintez qilgan narsani oksidlab foyda oladi. Ya'ni, masalan, biz ovqatimiz yoz oylarida, masalan, ayniqsa mashhurda yoki ichida bolgarskiy solib qilgan ovqatlar, bundan ochasiz bugun kecha bolgarskiy qilganini ochsangiz, to'g'ri bunaqa bo'lgan. Kechqurun bolgarskiy qilgansizlar, oyingiz ertalab sizga maktabga ketishdan oldin xolodilnikka tiqib ketgan degan. Eslanib ketgan. Obedda shundoq kelib, men ko'z bilan ochingki, bay. Shundoq qarasanglar ko'prik yotibdi. Tushundingizmi? Shu ishni saprofit bakteriyalar o'ynashadi. Ular ichidagi tayyor organik moddadan, chunki u ichida organik modda bormi? Qatag'iga. Siz uning ichiga ovqat o'simliklarni soldingiz, mahsulotlarni soldingiz-ku. Shu mahsulotlarni u chiritib dabdasini chiqaradi. Achituvchi bakteriyalar. Saprofit, chirituvchi bakteriyalar shunga kiradi. Masalan, yer yuzini sanitarlar degan nomni olgan. Ayrim paytlarda esa qadimiy tarixiy narsalarni ham chiritib olib, zarar keltiradi yozgan narsalar. Mana shu saprofit. Любой chirigan narsa bor, o'sha borki, saprofit narsa bor, bakteriyalar. Foydalari ham bor, yo'q emas. Ko'proq zarar keltiradi. Aqalli shirin chiquvdi-da o'sha mashhurda, masalan, boyagi. Tushundingizmi? Demak, saprofit bilan xematrof farqi bor shunda. Demak, qarang, shuncha aytaman doimsizlarga. Xematrof tushunib olgandan keyin, mana hozir xematrof bildinglar, eshitdinglar. Men prosta yo'nalishga ketaman, 9 sinfda yozmagan yo'q, menimcha yozib ketgan vodorod bakteriyalari, oltin g'o't bakteriyalari, temir bakteriyalari, mana azot bakteriyalari, nitrifikator bakteriyalar o'qib olasizlar. Buni o'rgangandan keyin, bu xematrof degan mavzu borligini bilgandan keyin ko'pchilik asitqi zamburug'i bor-ku, droji. O'shani ham xematrof, avtotrofda bo'yab qoladi. Qarang, farqni tushuntiring. Imенно asitqi zamburug'i nima qiladi? Hamma tarkibdagi glyukozani karbonat angidrid va spirtgacha parchalaydi. O'sha kecha biz o'tgan spirtli parchalarni chiqarasiz. Glyukozani spirt va karbonat angidridga parchalaydi. To'g'rimi? Karbonat angidrid qancha ko'p ajralsa, shuncha ko'p xamirimiz oshib chiqadi. Zo'r. G'ovak bo'lib yumshoq bo'lib chiqadi. Lekin bilsangiz o'sha achish jarayonida mana ham hidi kelib turadi. Novolar nimalar biz ham bir keladi-ku hidlar. Azafilni qilib olamiz. Demak, endi o'zingizlar o'ylaylar. Bu nima qilyapti? Tayyor organik moddani parchalayaptimi? Demak, saprofitda bu. Tushunasizlar? Buchi bu boshqachami? Ha, bu boshqacha. Bu N2ni, misol uchun molekulyar azotni любой bitta nitratlargacha oksidlaydida ajrab chiqqan energiyadan glyukoza sintezlaydi. Tushunasiz? Nazorat, mana jarayon teskari o'ynashadi. Karbonat angidrid, o'sha hokazo, oxirida glyukoza sintezlaydi bu o'zi. Tushundingizlar farqini? Bo'ldi, bu tugadi. Bizlar bugun sizlar bilan aynan ko'proq avtotrof oziqlanishning fototrof haqida gaplashamiz. Mavzu nomi shunga ko'ra fotosintez. Fototrof demak foton, ya'ni quyosh nurlari yordamida oziqlanaman degan ma'noni beradi. Fotosintez quyosh nuri yordamida nimanidir sintez qilaman degan. Sintez bu qilaman, assimilyatsiya. Xo'p, qarang. Fotosintez kimda xlorofil molekulasi bo'lsa o'shanda boradi. Tushundinglar? Kimda xlorofil molekulasi bor? Eng tubandan boshlaylik. Endi hamma biladigandan boshlayib qo'ying. O'smikda bor. Bor o'smikda. Ketdi, o'smikdan sal pastroqqa tushaman. So'tda bormi? Tubanlarda. Bor so'tda. Yo'sin qirqaloqli bo'lmada ham bor masalan. Keyin pastroqqa tushaman yana. Lishaniklarda bormi? Bor. Bir xo'jalikli so't bor chunki tarkibida. Lishanik tarkibida zamburug' va bir xo'jalikli so't bor. Yana bitta pastga tushaman. Hatto ko'k yashil so'tda ham bor. Assilatoriya, nastok, ikki xil fikatsion va xlorofil pigmentlari bormidi? Avtotrof ular fotosintez qiladi. Faqat farqi fotosintez natijasida ular organik modda sifatida oksisintez qiladi. Esadan o'zi. Demak, men hozir biz sizlar bilan umuman olganda
Xlorofil pigmenti bor organizmni haqida gaplashamiz. Chunki ushbu jarayonni faqat xlorofil molekulalariga ega bo'lgan organizm amalga oshiriladi. Lekin yana ham ishimiz yaxshi bo'lishi uchun eukariot, yuksak o'simliklar haqida gaplashamiz. Tushunarli? Ya'ni xlorofil molekulalarini o'zida jamlagan organoidi bor. Masalan, sufil evglenani oladigan bo'lsak, mana evglenada bor. Xlorofil molekula ko'rinishda yuradi. Molekula ko'rinishda. Yoki anaqani oladigan bo'lsak, nima desmi? Misol uchun xloramidalarni oladigan bo'lsak, masalan, xromatoforda, kosachasmo xromatoforda bor. Bormi? Xromatoforus degan tushuncha bor. Yuksak o'simliklarda xlorofil qayerda bo'ladi? Xloroplastda. Plastdan uch xil turi bor. Leykoplast, xromoplast, xloroplast. Xloroplastda bor. Xloroplastni chizaman, qarang. Mana bu xloroplast. Ikki qavat membranadan iborat narsa edi, esingizda bo'lsa xloroplast. Mana xloroplast deyapman. Xloroplast. Plastidaligini bildiradi. Xlor yashil rangda ekanligini anglatadi. Chunki ikkimadan xlor so'zining ma'nosi yashil. Qaranglar, ichida mana bu ikki qavat membrana, tashqi qavat membranalari xuddi mitoxondriyaga o'xshab tuzilgan. Endi bu sal boshqacha, juda ham bir ajoyib to'rlar hosil qilib joylashgan. Shu anaqa umuman olganda shu qismi nasam bo'ladi. Chunki ko'pchilik tashqi membranasini tilakoid deb o'ylaydi, lekin aslida boshqacha ham-da. Mayli, shunaqa qilib yozib qo'yaman. Tilakoid bu tashqi membranasi deb o'ylaydi. Ichki membranasi esa stroma eslaydi bo'lsa. Stroma deb yozib ketgan, jadvalda bergan to'qoz kitobida. Xo'p, ichida mana narsalar bor, strukturalar. Masalan, juda ham qavat gantelli toshlarga o'xshagan shu narsalar bor. Bu narsaning nomi grana. Bilib olinglar shu narsani, chunki testda tushgan. Granalar deyiladi, bunun ichida bor. Men bu narsani, mana shu granalarni ishlashlarini Zombie Catchers degan o'yin bor-ku. Shuni boshladim. Zombi tutib olib, esida bo'lsa keyin so'k chiqarasiz, so'kish. No chiqadi. Xuddi shunga o'xshab ketadi. Xo'p, xloroplast vazifasi uglevoz sintez qilish. Glyukoza sintez qilish. Glyukoza sintezi ikkita bosqichdan iborat. Birinchisi yorug'lik. Ikkinchisi shu qorong'ulikmi? Yo qorong'ilikmi? Shunaqa deb o'ylaymiz. Shu menimcha g'i ham bo'lishi mumkin-da. Chunki kulgi bor. Adashtirib oladi, esdan chiqadi. Xo'p, yorug'lik va qorong'ilik ikkita bosqichdan iborat. Xo'p, yorug'likda nima bor? Quyosh bor. Demak, masalan, shunaqa narsaki, quyosh yo'q payti ham qila oladigan ishlaringni quyosh yo'q payti qil. Quyosh bor payti qilish mumkin bo'ladigan ishlaringni hammasini kunduz kuni qilib ol degan. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, quyosh ertalabdan kechqurungacha, shomgacha bo'ladi. To'g'rimi? Quyosh chiqqandan to kechqurun botgungacha bo'ladi. Hamisha shu paytda ham qilsa bo'lardi, kechasi odamga o'xshab qilardi ham. Yo'q, u maksimal shu quyoshdan foydalana olish kerak. Quyoshda nima shunchalik bor desa hozir gaplashamiz. Yorug'lik bosqichida 4 ta jarayon sodir bo'ladi. Birinchisi, yozaman, tushuntirib beraman bittalar. Yorug'lik bosqichida 4 ta jarayon sodir bo'ladi. Birinchisi fotoliz. Eng ko'p jarayon. Mana fotoliz. Foto quyosh nuri yordamida, lizis parchalayman degani. Aynan fotoliz nima bo'ladi ustoz siz? Suv parchalanadi. Hayır, o'zi sizga bitta savolda, fotosintez desa, kichkinaligidan o'sha bog'cha mana bunday paytlardan boshlab sizga nima yetishadi? Tabiat yashil anaqa o'simliklarning fotosintez qilish natijasida ular bizga kislorod ajratib beradi. Mana shu joyda sodir bo'ladi o'sha narsa. Tushuntirib beraman. Eshitamizmi? Ikkinchisi hidrolizlanish. Ikkinchisi demak, esmay shu. Demak, ADFni pastki kislota bilan birikishi nima hisobiga boradi? Quyosh nuri, foton hisobiga boradi. Mana shu jarayon. Ya'ni ATF hosil bo'lishi. Uchinchisi, mana bu yerdan hosil bo'lgan suvlar, vodorodlar, vodorod kationlari NADF degan. NADF bu nima? Ko'rayotgan bo'lsangiz 4 ta katta harflar bilan yozaman, boshqa harflar bilan. Demak, nikotin, amin, adenin, dinukleotid fosfat degan qisqa nomga ega. Yodlab olishimiz kerak. Qarang. Nikotin, amin, adenin,
dinukleotid fosfat. Qiyin emas. Shu mantadan ajralib chiqqan hozir vodorodni biriktirib olib, nima deyap? H degan moddani hosil qiladi. Va to'rtinchisi nima hosil bo'lishi esdan chiqib qoldi. Hop, ko'rib oling shuni. Mana. Короче, 4 ta bosqich sodir bo'lar ekanda. 4-inchisi kislorod ajralib chiqarish bosqichi. Qana shu yerda 4 talasidan qaysi birida glyukoza sintez bo'ladi? Glyukoza qachon sintez bo'lar ekan? Kechqurun hammamiz uxlayotgan paytimiz 12 da 13 ola uyg'onib, boshqa hikoya edi. Demak, glyukoza sintez bo'ladi. Tushundingizmi? Glyukozani kechqurun ham sintez qilgani uchun ham ungacha shu glyukozani tonnalab sintezlab olish uchun hamma men qolgan ishlarni kunduz kuni qiladi. Kechqurun bemalol, bamayli xotin, glyukozani sintezlab olaveradi. Xo'p, mana shu 4 ta jarayonni reaksiyalari bilan tanishib chiqamiz. Nima jarayon sodir bo'lishi? Xo'p, buni bu doskaga yozib qolaman. Tak. Qaranglar. Yoshlar odam ikkilanib qoldi. Qo'lda yozasizmi shu yerda? Siz shunday kechqurun uxlamasangiz Shuni uxlamasangiz glyukoza sintezlanadi. Shunchaki shuni uxlaylik deymiz-da. Uxlaylik kechqurun. Qasiyarating, yemayaptimi? Oyog'ingiz. Glyukoza sintezlanmasa nima bo'ladi? Yaxshi savol. Agar glyukoza sintezlanmasa, biz och qolamiz. Chunki agar o'smaga glyukoza sintezlanmasa, uni hayvon yemay qo'yadi. Hayvon uni yemasa, suyini kim yeydi? It yeydi. Biz go'sht yeymiz. Tushundingizmi? Misol uchun yaxshi savol. Glyukoza sintezlanmasa nima bo'ladi? Siz go'shtli narsa ovqat yemaysiz, birinchidan. Men go'shtli ovqat yeyman shuni. Desangiz masalan, yo'q, gap semirishda emas. Qimmat bo'ladi go'sht. Masalan, desangiz masalan, har kuni guruch pasta yeysiz, har kuni guruch qatdan kelyapti. Guruch nima bu? Kraxmal. Turgan ekan kraxmal. Kraxmalni yeb tashlaysiz masalan 3-4 marta to'g'rimi? Guruch. Masalan, yoki non yemaysiz. Bug'doy qatdan keladi? Chito'la kraxmal. Kraxmal nima bu? Tushundingizmi? Ana, ruchka qolib ketibdi deydi-yu. Ko'ryapsizmi? Ruchka qolib ketgan bo'lsa, yozolmagan bo'lsa, endi qilolmaysan. Oxirgi o'lib ketasan deydi. Shunga o'xshab, glyukoza sintezlanmasa, yer yuzida hayot yo'q bo'ladi. Shular borki, olam bunaqa. Noto'g'ri aytgan, ayol borki, olam bunaqa. Fotosintez borki, olam bunaqa. Xo'p, mana shu jarayonlar haqida yozasiz. Fotoliz, gidroliz. Changalab ketdi. Qarang. H2O, H2O. Qanaqa bo'ladi? H2O. O'z sizlar bilishingizcha, to'g'ridan to'g'ri O2 plus H bo'lib ketishi kerak. To'g'ridan to'g'ri-da. H ni bu yoqqa, kislorod bu yoqqa. Unaqa bo'lmaydi. Bosqichma bosqich sodir bo'ladi. Birinchi navbatda OH plus H kationi, OH gidroksid anioni hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'sha joy ko'ryaptimi, to'g'rimi? Men ko'rishim shart emas, do'stlar ko'rsa bo'ldi. Yoshlarni to'g'rilaylik. Ko'ryapti, zo'r. Normal. Hop, qaranglar. Demak, shu jarayonni kim qiladi desa, quyosh nuri. Quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushib, suvni gidrolizlab yuboradi. Shu fotoliz deyiladi shu jarayon. Quyosh nuri yordamida suvning gidrolizlanishi fotoliz deyiladi. Shunday-da, qiyin narsa emas. Bu birinchi jarayonning reaksiyasi edi. Hozir necha molekuladan kelib bo'lishini tushuntirgan. Qanchadan? Hozir birinchi reaksiyadan ko'rib olaylik. Ikkinchisi, qaranglar. Xo'p. Mana buni tushuntirib oling. Birinchi mana buni tushuntiraman. 4-jarayonni. Kislorod ajralishi. Xo'p. Endi mana bu OH radikallari ham bir tonna OH radikallari mana bunaqa bo'ladi. Molekulyar kislorod va yo'q. Endi chunki buni mohiyati vodorod kationini ajratish, buni ham mohiyati vodorod kationini ajratish, lekin bunda yana bitta muhim jarayon sodir bo'ladi. Kislorod ajratish. Bunda kislorod ajralmaydi to'g'ridan to'g'ri. To'g'ri, bitta nima bosqich. Mana 4 ta jarayon sodir bo'ladi dedim, 4 ta muhim jarayon. O'shaning uchun mana birinchi fotoliz deydi. Fotolizdan chiqsa kislorod ajraladi. Lekin bu ikkalasi ham alohida muhim jarayon bo'lgani uchun alohida yozdim.
bitta reaksiyani mahsuloti hatto ikkalasi. To'g'ri emas. Keyin baribir birdaniga sodir bo'lmaydi-ku, baribir bosqichma-bosqich sodir bo'ladi. Birinchi reaksiyani keyin hop, keyingisi endi mana vodorod katyonini o'zi nimaga qildi bu ish? Mana biz o'ylaymiz-ku, o'simliklar baraka topsin, bizga kislorod ajratib beryapti. Ko'pincha masalan, organizmda masalan, misol uchun tovuqlarning baraka topsin, bizga tuxum qo'yyapti. Aslida u tuxumni nega qo'yyapti bechara? Ko'payishi uchun, bola o'zidan nasl qoldirish uchun qo'yyapti. Biza yaxshi ham tovuqim bor edi, misol uchun. Bu ham nima o'zi aslida? Qarang. Aslida bu o'ziga vodorod katyonini hosil qilayotgan joyda kislorod ajratib chiqyapti, tushunasizmi? Atmosferaga. Endi men prikol qilayotganim bilan atak hamma organizm o'zining missiyasi bilan yaratilgan. Bunda shubham yo'q. O'sha tovuq ham misol uchun tuxum qo'yib sizga tuxum berishidan xursand bo'ladi. O'sha sigir ham sutimni sog'olsin deydi xo'jayinim. Buzog'i kelsa tepadi, bor, hali sog'madi deydi. Sog'olsin deydi. Biz shunga yaratilganmiz. Misol uchun, lekin u bo'lganda qarang, aslida jarayon nimasi? Vodorod katyonini ajratish. Vodorod katyon nima qiladi ustozisi? Vodorod katyoni, mana atiga qisqartma nom bor-ku, boyagi nikotinamin adenin dinukleotit fosfat deydi. Ana shu vodorod katyonni biriktirib oladi. Shu vodorod katyon biriktirib oladi, natijada NADH hosil bo'ladi. Mana. Bu juda ham muhim ahamiyatga ega organik modda vodorod tashuvchi organik modda degan nomi bor. Просто aytgili kelmasa, vodorod tashuvchi organik modda nomi. Nikotin amin adenin dinukleotit fosfat. Qale, aka bilan nom. Bo'ladi? 9 yozilmagan mavzu. Ha? Mana bor ekan. Nikotin amin dinukleotit fosfat. Nima yozilgandi, qancha? Nima deysizmi? Kitobchalar. 4-inchisi eng muhim jarayon uglerod sintezi. Bu nima talab qiladi? Glyukoz sintezi. Assimilyatsiya, dissimilyatsiya. Assimilyatsiya nima talab qiladi? Ateş. Demak, bu kechqurun glyukoz sintezlashingizga yetmay qolmasligi uchun tonnalar eng muhim jarayon o'zi вообще-то u ham. Chunki bu siz ham hech narsa sodir bo'lmaydi. Tushundinglarmi? Endi qaranglar. O'z chuvalsan qiyin mavzu emas lekin. Chunki sizlar bir marta glyukozani o'tdinglar, o'sha bo'ldi o'sha. Qaranglar. Bu yorug'lik bosqichi deydi. Qorong'ilik tagiga yozsam bo'laveradi. Xo'p, nima hosil bo'lishi kerak ustoz? Xo'p, xullas. 6 H 12 6. Hosil bo'lishi uchun nima kerak? 6 ta uglerod, 12 ta vodorod, 6 ta kislorod. Endi savol, qani bu karbonat hosil? Uglerodli molekula hosil bo'lgan. Yo'q. Chunki biz nima deyapmiz? Kislorod ajratish bilan birga o'simliklar atmosferadan karbonat yutib oladi. Demak, mana shu 6 molekula, 6 ta uglerod atomli molekula hosil qilish uchun o'simlik albatta karbonat angidritni ishtirok etish. Nechta? 6. Chunki tushunasizlar, reaksiya tenglatish. Endi, xo'p, 12 ta vodorod qayerdan oladi? Desa ana endi boyagi NADH kerak bo'ladi. Mana shu yerda hosil. Plus bitta ustun qilib yozib ketaman, xo'p, ustun. NADH kerak bo'ladi. Undan tashqari bizada ATF kerak bo'ladi. Bundan tashqari ATF ishlatilishi uchun nima kerak menga? Suv kerak. Suv gidroliz deydi-ku buni. To'g'rimi? Suv ham yana suv kerak. Shuning uchun ham o'simlikka suv quyib turish kerak-da. Tushundingmi? Shuning uchun muhim. Xo'p, mana shu 4 ta joydan birlashib nima hosil qilar ekan bizda? Uglerod, ya'ni glyukozani hosil qiladi. Endi reaksiyani tenglashtirib beraman sizlarga. Tak. Ko'rib oling. Sababni ko'rib oling. Prosta mukammalroq tushuntirish uchun qarab olaman kitobga odatda. Ha, o'ylamaydi, bilmas o'ylaydi. Qilib kelmadi? Yo'q, sizda ham bormi? Bo'ldi, o'zimda bor. Tak, shu общий reaksiyasi bilan odamni chalg'itadigan joylar bor-da, shunaqa. Eslaymiz. Ya, suv quymaymiz deyapti bular. Bular suv quymaymiz deyapti. Uyasizlar. Hop, tagiga suv quymaymiz. Tak, karbonat angidrit NADH 18 ATF. Okey. Endi nimalar ajraladi desa,
Bilamiz, qaranglar, nima ajraladi? Xo'p. Tashini berdi bu, vodorod tashuvchi. Buni ichiga beradi vodorodni. Chunki bu yerda qani vodorod? Yo'q, to'g'rimi? Vodorodni buni ichiga beradi, to'g'rimi? Nechta bu yerda vodorod bor hozircha? 12 ta. Xo'p, yaxshi. Vodorodni berdi bunga. O'zi kim qoldi endi? Nadef o'zi qoldi. Xuddi bu ham ATFga o'xshagan narsa. Biriktiradi, ishlatiladi, lekin yo'q bo'lib ketmaydi-da. Keyingi vodorod tashish uchun yana ertalabga olib qo'yiladi, kechqurun ishlatiladi. Buchi? Ha? Hosil qiladi. Endi bilib olinglar. Bir mol glyukoza sintezi uchun yoddan bilinish kerak bo'lgan narsalar boshlandi. Bitta bu yerda yoddan bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda mana faqat 18 mol ATF talab qilinadi. Hozir shuni yoddan bilinglar, qolganlarini reaksiya bilan eslatib qolishga harakat qilaman, xuddi oldingi darsdagi o'xshab. Bu yoddan bilinish kerak. Xo'p, demak, bir mol glyukoza sintezi uchun nechta ATF kerak ekan? Demak, bizda nechta ATF ajraladi? Nechta faz oksidi ajraladi? Bu taxt, bu уже tayyor. Xo'p, endi qaranglar. Kisloroddan tenglik jarayonda. Kislorod teng 6 kerak 12. Bu yerda nechta? 6 ta. Demak, bu yerda nima yana kislorodlik desa, endi shu jarayondan suv chiqaramiz biz. H2O. Demak, bu yerda 6 ta kislorod, bu yerda 12 ta, yana nechta qo'shsam 12 ta bo'ladi bu yerda ham. Demak, nechta suv chiqadi? Demak, 6 ta suv chiqadi jarayondan. Endi bu yerda nechta vodorod? Bu yerda nechta vodorod? 6 kerak 2. 12 ta. 12 ga 12 bilib olaylik demak. 6 ni ko'paytuvchilari o'zi hammasi bu yerda. Endi qaranglar, 24 mol NADH hosil qilish uchun necha mol suv parchalanishi kerak? Qarang, 24 mol NADH hosil qilish uchun necha mol suv parchalanishi kerak? 12 kerak 24 mi? Qaranglar, 6, 12, 18, 24. Ha, 6 ni ko'paytuvchilari bu yerda. Ketadi hammasi. Nima noto'g'ri bo'ldi? Nima ayting? Qilib qoldim? Cholib yozib beraman buni. Men prosta hozir o'rgataman. Muhim reaksiyani tushunsanglar bo'ldi. Mana aniq cholib yozib beraman, qarang. Endi общий reaksiyasini yozamiz. Общий. Mana shu общий reaksiyani yozib ko'ramiz. Bismillah. Xo'p. Demak, umuman olganda bir mol glyukoza sintezi uchun nimalar kerak? Tak, 6 mol plus 12 mol suv hozircha suv 12 mol kerak-ku. Shundan hosil bo'ladi boyagi siz aytgan 24 mol NADH plus 18 mol ATF demoqchiman. Kimdir qorni nimalar bor. 18 mol ATF hosil bo'ladi. Endi nima hosil bo'ladi? Mana endi bari boshqa iloji yo'q, pastga yozaman. Qancha? S6H12O6 plus 12 mol suv parchalandi, mana buni hosil qildi. Lekin bu ham tarkibida hammasi menga to'g'ri kelmay qolgani uchun 6 mol suv chiqdi. To'g'rimi? Bundan tashqari 18 mol ADF, 18 mol fosfat kislota. Mana bu fotosintezning umumiy reaksiyasi. Tushundinglarmi? Kitobda ham 12 mol suv, 6 mol karbonat angidrid va hokazo oxirida qo'shing. Darvoqe. Bu yerda yana nima narsa qolib ketdi umumiy reaksiyasida? Yo'q. Ishoninglar, nima qolib ketganini topamaysiz. Kisloroddan ajrab chiqib ketdi-ku. Reaksiya tengmay qoladi hozir. Bir bafur joyga o'tirib tenglab chiqsanglar, balki teng bo'lib qoladi. Teng bo'lmasa ham so'kmayman, mana kitobda borini yozdim. O'zimga qiziq, mayli, nima bo'lsa bo'lsin, kisloroddan tenglab ko'raman, nechta chiqar ekan. 12 ta kislorod, 6 kerak 12 ta, to'g'rimi? 24 ta bo'lish kerak. 6, 12, 6 kerak 12. Tushundinglarmi? Muammo yo'q, haqiqatda mos hammasi. Fosfat kislotadagi kislorod u mana bundan hosil bo'ladi, ATFdan. ATF tarkibida, yaxshi savol bo'ldi. Fosfat kislotadagi kislorod mana shu turib tarkibida hozir yozib beraman. H3 3 ta. Endi bu yerda 2 ta, bitta. Tushundingizmi? Hozir. Mos keladi, bo'ldi yo'q. Mana shu fotosintezning umumiy reaksiyasi hisoblanadi. Demak, qarang, bir mol glyukoza sintezi uchun nimalar bo'ladi? Kunduz kuni birinchi navbatda uxlamasdan esnab fotoliz qil suvni. Shu orada atrofga kisloroddan chiqar. Yaqamadan yutib ol yoshlar. Yoshlar kunduz kuni yutib ol.
Keyin chunki kunduz kuni ko'proq ajratadi. Kechqurun odamlar hamma uyga kun taraqay qochib ketgan bo'ladi. Ko'chada mashinalar yurmayapti, kamerada ham yo'lda turmasdan. Chunki nima demoqchiman, kechqurun faqat glyukoza sintez qiladi. Atrof bilan ishi yo'q o'sming. Hamma narsani kunduz kuni g'amlab oladi. Xuddi laqma it bor-ku. Yozin bilan u hamma narsani qilib oladi, keyin qishda maza qiladi. Chumoli mana shunga o'xshaydi. Chigirtka bilan nimasi bor-ku? Ertaga. Xullas shunga o'xshaydi. Ikkinchi bo'lib ATF hosil bo'ladi, uchinchi bo'lib mana shu fotolizdan hosil bo'lgan, demak, vodorod tashuvchi organik birikma hosil bo'ladi. Umuman olganda, 4 ta eng muhim jarayondan 3 tasi fotoliz bilan bog'liq. To'g'rimi? Ya'ni birinchi fotoliz bo'ladi, suv parchalanadi. Natijada vodorod tashuvchi organik birikma va kislorod ajralish. Bitta bu yerda muhim narsa yana bitta ATF hosil bo'lish. Tushundinglarmi buni? Qiyin emas. Bir karra takrorlaymiz. Demak, 1 mol glyukoza sintezi uchun necha mol suv talab etiladi? 12 mol. 12 mol. Qattasi 6 mol suv talab etishini ko'ryapsiz. Bu nima bu? Talab etilyaptimi? Ha? Bu ham nima bu? Bunga qaramanglar, bunga qaranglar bu. Xo'p, sizlarga savol-da, 1 mol glyukoza hosil bo'lishi uchun qancha talab etiladi omma? 1 mol glyukoza hosil bo'lishida qancha hosil bo'ladi deyapman bu. Bu reaksiyani chap tarafi haqida gap ketyapti. 1 mol glyukoza sintezi uchun qancha NADH talab etiladi? 24 ta. 1 mol glyukoza sintezi uchun nechta ATF talab etiladi? Shuni hisob qilish zo'r yo'li bu. 1/8 ga 18. Mana shu ATF bilan ketiladigan joylar bor-ku, shu bilan kelsangiz zo'r. Masalan, 20 ta ATF dan necha mol glyukoza sintezasi bo'ladi? 270 gram. Misol uchun 180 ta ATF da qancha sintezasi bo'ladi? 108 gram. Bilmadim, esimda yo'q. Ketaveradi narsalar. Bir bilan orasida 0 keladiganlar adashaman men. Misol uchun 450 ta ATF dan 4050 gram. 10 barobar ko'proq gram bo'yicha. Har 10 gramga bitta ATF ketadi deb hisoblasa, menimcha bo'lsa kerak mana shu. Shunda 180 gram bo'ladi. Bu vahshiy qiyin emas. Endi bu bilan bog'liq sizlarga masalani o'rgatishim kerak. Qaranglar. Mana shu ATF qatdan hosil bo'lishini tushuntirib beraman sizlarga. Qarang. Bu yoqda orqasiga narsa yozib qo'ygandim. Shuni o'chirib tashlayman hozir. Hech narsa qilmaydi. Bu 11 karamni tushundinglarmi bu tarsani? Ha. Yozib qo'yay. Qaranglar. Bu hujayra, o'smik hujayrasi. Xuddi masalan sizga bitta nima tushuntirmoqchisiz ustoz? Masalan, bu nima? Esingizda bo'lsa, burunda nasos uyimizda nasos. Shu nasosdan xohlasangiz tonnalab suv tortib oling. Lekin nima qilish kerak baribir? Boshda suv quyish kerak. Ya'ni, hozir bizga ko'rib chiqqan mana shu jarayon. Hozir masalan sizga savol-da. Xo'p, shu jarayon. Baribir bu ham olganda organik modda sintezi mana NADH qatdan sintezlayapti. Misol uchun, hamma narsani bir-biriga qo'shib chaqib chiqish uchun quyosh energiyasidan foydalanyapti, to'g'ri. Lekin nimaga qarab andoza oladi? Ya'ni, masalan, biz ham baribir o'zim pishiraman. Do'kondan sota olmayman deganingizni YouTube'da videoga ko'rasizmi? O'sha Seva, bu vkusnobay Sevani ko'rasizmi yo Fisher chef ko'rasiz va hokazo. Saidakrom chef. Xullas, umuman olganda shunaqa. Ya'ni kimdandir ko'rib oladi. Nima bo'lishini. Qarang. Shuni tushuntirsa bo'ladi. Glyukoza hujayraga kirib keladi. O'smik hujayrasi haqida ketyapti. Biz uni oldin hayvon hujayrasi haqida gaplashdik. Endi o'smik hujayrasi. Glyukoza hujayraga kirib kelsa, kirib kelishi bilan uni kim kutib oladi? Qaysi jarayon kutib oladi? Natijada 1 mol glyukozadan ATF sut kislorodi hosil bo'ladi, to'g'rimi? O'zi vaqtida sut kislorodi emas, har doim aytib ketaman. Kislorod yo'q paytda sut kislorodi hosil bo'ladi, to'g'rimi? Mayli. ATF 120 kilojoy energiya, 2 mol suv hosil bo'ladi. Masalan, yozib o'tirman. Menga mana narsa ko'proq muhim hozir. Keyin bu o'smik hujayrasi ko'radimi? Ko'radimi? Yaxshi bilasizlar. Demak, mana shu 2 mol suv kislorodi qayerga boradi desa, mitoxondriyaga boradi. Mitoks. Mitoxondriyaga ichiga kirib ketib, oksidlanib, kislorod ishtirokida 36 ta ATF hosil bo'ladi, to'g'rimi? Bilib oling. Har doim endi bu o'smik hujayrasidami? O'smik hujayrasida ATF hosil qilgan yana bitta joy bor. Bu kim desa? Bu kim?
Xloroplast hozirlar qo'ydilarda yorug'lik bosqichi nimadan hosil bo'ldi? Mana, nima hosil bo'ldi? ATF hosil bo'ldi. Demak, o'simlikda ATF hosil qiladigan nechta jarayon bor? Uchta bosqich bor, 3 ta. Sitoplazma, mitoxondriya va so'nggida xloroplast bor. Buni qarangki, eng muhim qatiq joyi shu yerda. Shu bilan mavzu tugaydi. O'shani kutgan damlar keladi. Hujayraning mitoxondriyasida necha mol ATF hosil bo'lsa, shundan 30 barobar ko'p ATF hosil qiladi. 30x deb yoziladi. 1 mol glyukoza sintezlangan, parchalanganda, 1 mol glyukoza parchalanganda o'smik hujayrasida xloroplastda nechta ATF hosil bo'ladi desa, mitoxondriyada nechta ATF hosil bo'ladi? Atiga 1080 ATF hosil bo'ladi. 1 mol glyukoza parchalanganda, 1 mol glyukoza parchalanadi, ikkinchi bosqichda 2 mol sut ketadi. Mitoxondriyada 36 mol sut ketadi. 2 mol ATF, mitoxondriyada 2 mol sut ketsa, oksidlanib 36 ta ATF. Shu mitoxondriyada nechta ATF hosil bo'lgan bo'lsa, shundan 30 barobar ko'p demak ATF hosil qiladi. Qaranglar. Ustoz, men 1080 doimiy sonmi? Men 1080 doimiy sonmi? Ya'ni, masalan, bu 1080 1000 nechidir ketaveradimi? Desa, yo'q. Har doim menga qaraydi. Misol uchun ayrim ichida zil qo'shnilar bor, ularning ham uyini balandligi doimiy emasda, qo'shnisining uyini balandligiga qaraydi. Qo'shnisining uyiga mashincha bo'lsa, u обязательно kamida bittalash baland qilishi. O'zini ertaga boradimi? Ketaveradi, tepaga boradi. Ha, shunga o'xshab bu mitoxondriyalar sizlar o'zingizlar bilgan o'sha ichidagi xislatlarni mitoxondriyalarda bor deb o'ylasanglar bo'ladi. Ya'ni xloroplast hasadchi. Har doim mitoxondriyaga qarab turadi. Mana shuna o'zingni ishingni qilaver desa, bitta ko'z mitoxondriya. Qancha? 70 ta ATF tez 2160 ta. Tushundingizmi? Tasavvur qilasizmi? Bu 72 ta bo'lsa agar ATF, bu 2160 ta ATF hozir bo'ladi. Bu yerda agar masalan 72 ga 36 bo'lsa-chi, 108 ta bo'lsa agar 3240 ta ATF hozir bo'ladi. 4320, 5000, 5000 nechidir? Ketaveradi yo. 5040 mi nechi edi? 5040 ekan? Xullas, mashitda nechta ATF hosil bo'lishiga qarang. Ya'ni sizlar masala ishlashning yangi bosqichiga olib kiryapman. Shu paytgacha ma'mur bo'yicha ishlayotgan masalan. To'g'rimi? Bir mol glyukoza parchalandi, to'liq parchalandi, sudim. Oxirida mana nechta ATF hosil bo'ldi yoki mana shuncha ATF hosil bo'ldi, necha mol glyukoza parchalandi, birikayotgandi. Ana endi sizga mana bu narsa ham qo'shiladi. Agar o'simlikda shuncha ATF hosil bo'lgan bo'lsa, o'simlik hujayrasida deb boshlaydi. O'simlik hujayrasida boshlandimi? Mana bunga podozreniya qilaversanglar bo'ladi. Tushunasizlarmi? Plastida deb o'simlik u. Tushundira olamanmi nima deyotganimni? Yaxshi narsa bu bolalar. Xolasa shunga oid bitta misol beraman sizga. ATF kitobchalarni sertifikat darajasidagi bitta misol ko'rib bersam bo'ladi. Birinchi xilmi? Yo'q, to'plam. Sertifikat darajasidagi to'plamlarni ko'rib berganman sertifikat gruppamga. Bu beti yo'q bo'lgan kitoblarni. Shu bez o'rtasi bor-ku, rovna o'rtasini olsanglar 4-to'plam degan joyi bor. To'g'rimi? Qaranglar, qancha shu 4-to'plam qo'ydik bo'ldi. Balki Xudoning hikmati bilan shu imminni shu o'rtasiga turib qolgan. Masalan, qaranglar bolalar, buni bilish talab etilmaydi. Buni hali bir kun kelib ko'ramiz. Men prosta bugungi mavzuga nima aloqadorligini, qanchalik bizga muhim mavzu berganimni ko'rdim. Ishqim, ovozim yaxshi chiqqan bo'lsin deb. Ana. Men ham chap yarim shar bilan sizga mavzu turayotgan bo'lsa, 10 yarim shar bilan ovozim bosib turibman men o'zim. Qaranglar, masalan o'qib ko'ramiz. 4-to'plam birinchisi. O'simlik hujayrasida qarang, ket. Glyukoza molekulalari chala va to'la parchalanish natijasida jami 118 ta ATF hosil bo'ldi. Sitoplazma va mitoxondriyada hosil bo'lgan suv moli farqi 116 ga teng. Shu vaqtda xloroplastda hosil bo'lgan glyukoza umumiy parchalangan glyukozdan 7,2 marta ko'p. Xloroplastda hosil bo'lgan ATFning necha foiz miqdori glyukoza sinteziga sarflangan? Savol qalay? Zo'rmi savol? Dahshatmi? Mana shuning uchun sizlarga reaksiya deb yozdim-da. O'zimni o'zim emas. Reaksiyalarga ishoninglar oson. Kasbligimni yozinglarmi? Yozganlar duo qilaman dedimmi? Qaranglar. Qarang, bitta ishlab boshlab beraman. Xohlasanglar ishlaymi yo shart emasmi? Ishlayveraymi? Yo yashashga bo'lgan ishtiyoqingiz so'nib ketmaydimi? Qaranglar. Boshladik, xudo xolasa o'zga yetadi.
Qo'rqitib qo'ying. O'simlik hujayrasida glyukozani chala va to'liq parchalansa, jam 1.8 ATF hosil bo'ldi. Qaranglar. Demak, qarang. Chala parchalangan glyukoza, mana. Chala parchalangan glyukozani X. To'liq parchalangan glyukozani Y olaman. Chala parchalangan glyukoza 2 ta ATF hosil qiladi. To'liq parchalangan glyukoza 38 ta ATF hosil qiladi. Shu narsalarni sizlardan oldingilarga aytib charchamaganman, sizlarga ham aytib charchamayman. To'liq bu 2 va 3. Yo, yaxshi savol. Bu yerda glyukoza parchalanmayapti. Yaxshi savol berdi. To'liq bo'lsa nega xloroplast olmayapman o'smaydi? Eshitdinglarmi? Chunki xlorop bu parchalanish o'ta tugaydi. Bizda sizga savol. Shu yerda parchalanish oxirida 36 ATF bilan nimalar hosil bo'ldi? Otma karbon tangib, to'g'rimi? To'g'rimi? Hogozoz narsalar hosil bo'ldi. Qani bu yerda yana nima parchalar, chap parchalar nima qolgan? Shu karbon tangib ham qoldi, shu bitta parchalamay. Shu hech narsa qolmagan, hamma narsamiz parchalab bo'lganmi? Bu nima? Bu prosta shu yerdagi ATFdan ko'rib keting Durdonani ham o'zini. Shotdan ketishga. Bo'ldi, keting, rahmat. Ya, anaqa pochtani haqi berish kerak emasmi? Shu Nima emasmikan? men adashdim, emas. Asl. Safas bag'rim osibdi, ko'rdingmi? O'ng yarim ham yaxshi ishlaydi-da. Sekin, bilmaydi. Boshqa urib ekan. Siz guruhingizda. Kimdir dugonasiga ham berib qo'yish kerak ekan. Ha, men. Bo'ldi, rahmat, Asl. Yoshlar qas chaqirsam kelib keting. Esinglar jam. Tushundingizmi? Hadicha zo'r savol beradi. Ustoz, nega to'liq parchalanishsa, men buni ham qo'shmayapman? Ya'ni 1080 ga 38 ni qo'shib, hozir 1118 olishim kerak. Nega shuni olmadingiz? Dod. Chunki to'liq parchalanish desa, mana shu tugaydi parchalanish. Bo'ldi. Bu prosta bundan ATF-dan andoza oladi. ATF-ga qaraydi. Nechta ATF hosil qildi? Sizga eshitmagan bo'lsa ham to'shni videoga eshitdim, nima degan? Qarang. Demak, men tushundingizmi nima deganim? Bu jarayon. Qarang. 2x plus 38y teng 118 ta ATF-ga. Bu 2 yomon tenglamaning birinchi hadi. Ikkinchi hadi. Qarang. Sitoplazma va mitoxondriyada hosil bo'lgan suv moli farqi 116 ga teng. E'tiborli bo'linglar. Muhammad Yusuf to'g'risini aytib qo'yasiz. Kelgandan beri, dars boshlagandan beri ikkalanani rutina umuman yoqmayapti menga. Agar video ketmayotganda zo'r gaplarni. Bir qaradim, ikki qaradim. Da shuni o'zingiz ikkinchi xat tuzib ko'rasizlar. Takliflarni eshitaman. Qarang, shoshmanglar faqat, shoshmanglar. 30 sekund vaqt beraman. Hamma o'ylab olsin. Shu fikrda to'g'ri turdimi, turmadimi? Ikkinchi xatni tuzib ko'ringlar. Bo'linglar. 23 sekund qoldi. Ikkinchi xatni tuzib ko'rsanglar. X qiling vaqtda. Shunchalik o'zingizga ishonasizlar, uverasizlar. 100% noto'g'ri tinglama, ikkinchi xatni tuzdinglarmi? Qani aytingchi? Yaxshi. Yana kimda shunaqa? 2x minus. Farqi degan chunki, to'g'rimi? Ha, 2x minus 44 y. Yana kimda nima fikrlar bor? Shoshma. Unga shoshma. U darajada chuqur ketmang. Parchalanish natijasida. Hali ham parchalanish. Chunki mana qanday? Parchalanish natijasi, chala va to'liq parchalanish natijasida 118 ta ATF, shu parchalanish natijasida sitoplazma mitoxondriya degan-ku. To'g'rimi? Xloroplast degan. Nega plus farqi desa plus qilamiz. Necha y? Endi eshitiraman. Bo'ldi. Tavakkalchilik asoslari tugadi. Adin ekspert saytimizga eshitinglar. Sitoplazma va mitoxondriyada hosil bo'lgan suv moli farqi. Qarang. Menda necha mol glyukoza bor? X va Y mol glyukoza bor. X mol glyukoza nomi chala. To'g'rimi? Bu qayerda qoldi? Shu yerda qoldi, to'g'rimi? Mitoxondriyagacha o'tmadi. Bu demak shu yerda 2 mol suv hosil qilgan, qilmagan. Qilgan. Demak qarang. Demak, bu yerdan mana suv moli degan joyda yozaman. Suv moli farqi degan-ku, mana delta qo'yib qo'yaman bu. Mana. Qarang. Demak, 2x ayir. To'shni mitoxondriyada ko'proq bo'ladi, shuning uchun uni bundan ayiraman. Ya'ni bu ayiruvchi bo'ladi, kamayuvchi emas. Tushundingizmi? Chunki kam-ku bu 100%. Endi qarang.
sitoplazmada hosil bo'lgan suv desa 2x oldim. Hamma tushundimi buni? Chunki x mol bizda chala bu 2 mol suv hosil qiladi. 2x. 1 molida 2 ta, x molida 2x ta. Shuning uchun 2x yozdim. Endi mitoxondrida mana necha mol suv hosil bo'ladi? 42 mol. 42 mol suv hosil bo'ladi. Mitoxondriyaga qaysi glyukoza o'tdi? Y o'tdi-da, to'g'rimi? To'g'ri qachonadi-ku? Demak, 42 Y dan buni ayirdi o'tdi. Shoshmayman ham. Y mitoxondriyaga osmondan kelib tushdimi? Men tug'ildim dedim oy bolaga o'xshab. Mitoxondriyada u mitoxondriyaga kelguncha qancha zahmat chekdimi? O'nlab reaksiyalar ko'rdimi? Ya'ni Y ham ikkinchi bosqichda suv hosil qilgan, qilmagan. Shuning uchun biz общий 44 bermadik. Общий bizga hozir to'liq va chala-parchalangandagi suv moli farqi demayapti. Sitoplazma va mitoxondriyada degani uchun to'liqni ham sitoplazma ham mitoxondriyada bilamiz. 42Y minus 2x minus 2y. Mana shu ikkalasi birga sitoplazmada. Mana bu esa mitoxondriyada. Y ham sitoplazma ham mitoxondriyani bosib o'tadimi? X esa faqat sitoplazmada qoladi. Mendan so'rayotgan mitoxondriyadagi suv va sitoplazmadagi suvning farqini ayirdi. Nega? Chunki Y nima? To'liq glyukozani molimi? Bu sitoplazmadan o'tib kelganmi shu yerga? Endi bu sitoplazmadan o'tayotganda suv hosil qilmaydimi? Bu odam emas. Qiladimi? Sizdan to'liq va chala-parchalangandagi suv moli farqini so'ramayapti. Sitoplazma va mitoxondriya joyini so'rayapti. Yo'qda shu. Yo'q, shuni eshitishingizni kutyapti masalan. Tushunyapsizmi? Men tushuntiryapman sizga shuni. Qarang, qaytaraman yana. Yana kim tushunmayapti? Hajji yo'q. Faqat bitta hajji bo'lsa o'tib ketamiz. Bilaman ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Men bu narsani sizdan oldingiga ham tushuntirib charchamaganman, sizlarga ham charchamay qolamiz. Xudodan shukr so'rayman. Qarang. Bismillah boshladik. Qaranglar. To'liq nima degani? To'liq bu mana. Men yozaman. Xatga yozsam bo'lar. Mana. Javob toping. Men yozaman, keyin o'sha tashlayman. Qarang, chala nima degani? Chala nima degani? Eshitinglar, jim. Keling, chala-parchalangan va to'liq parchalangan suvni molini yig'indisini topib ko'ramiz. Siz bilan birgalashib. Chala-parchalangan glyukozani 2 mol, bunaqa deyman. Molini bilmayman, hammasi x bilan ketamiz. X mol, to'liq parchalangan y mol. Qarang. Ketdi. Ana boshlandi. Anaqa. Taqqoslash bo'ladi, videolarda chiqadi-ku, bittasi o'tib ketadi, bittasi shunaqa boshlandi. Birinchi bular start chizig'ini sitoplazmadan boshlashadi. Mana. Bilasizmi? Salom. Zeba bugun kelmaydigan kun emasmi? Xo'p, demak, chala parchalangan x, to'liq parchalangan y. Suv moli hadeb yashamiz. Sitoplazmada necha mol suv hosil bo'ladi? Qaranglar, sitoplazma mana bunaqa nosqot qarab turing. Agar faqat chala parchalangan glyukoza kelsagina men suv hosil qilaman. Shunaqa deydimi? Deydimi? Glyukoza bo'lsa ikkinchi bosqich suv hosil qilib beradi. Qarang, sitoplazma 2 mol suv hosil qiladi. Fikrim to'g'rimi? Bunday ham. To'g'rimi? Shu glyukoza kirsa sitoplazmaga nima hosil qiladi? Suv hosil qiladi. Endi bu bunaqa kelib over. Mitoxondriyaga e'tibor olmaydi. Nega? Chunki unga kislorod ketmaydi. Shuning uchun ham chala nomi buni. Buchi yoqdan o'tadi. Mitoxondriyada qancha suv hosil qiladi? 42 Y endi. Y bor, X bor. Savol beryapsiz. Mitoxondriyada hosil bo'lgan suv va sitoplazmada hosil bo'lgan suvni farqini aytdi. Endi ham tushunmadim deydi. Aytingmi? Sizni Chirchiq shahar dispanser nazoratiga qo'yaman. Psixiatriya markazi. Tushunmadingizmi rostdan? Hali ham. Hali tez tushunmaysiz. Siz tushundingizmi ziyoda? Yana aytavering, qo'rqmay, hozir shom dispanserga qo'ymayman. Prosta qizil pasport beraman. Qarang. Bormi? Ha, xorij pasporti. Bormi rostdan? Yaxshi. Astagfirullah. Hojatlar cho'g'asizlarmi? Eslab o'tirganlar qanaqa cho'g'asizlar? Mahmud tushundingizmi o'zi nega aytayotganman? Hamshingiz. Shu bash 4 ta odam. Siz uchun emas, to'g'rimi? Mahmud, mashqdan qaytaman, mashqdan boshlayman.
Qaranglar. Umuman olganda, qarang, endi men chala bilan to'liq o'chiraman. Farqi yo'q, barato uxlamaymiz, boshqa yo'q. Qiz ketdingiz yoki men bilan. Qarang. Bo'pti, men sizga unaqa deyman. Glyukoza kirdi. Ketdi. 85 mol glyukoza bor. Bilmayman, 10 moldir, 100 moldir, 585 moldir. Kirdi. O'zi ishlayapti mikrofon qilib. Nima qilyapman? Glyukoza kirib keladi. Jim eshitinglar. Glyukoza kirib, 10 mol glyukoza kirsa, 100 mol glyukoza kirsa, kim kutib oladi uni? Sitoplazma kutib oladi, to'g'rimi? Endi glyukoza bir qismi unaqa deydimi? Yo'q, bular parchalab olishni biz kutib turamiz, dedim. Glyukoza kirib kelishi bilan sitoplazma kirib kelishi bilan uni qaysi bosqich kutib oladi? Sitoplazma kirib kelishi bilan glikoliz bosqichi kutib oladi. U bilmaymiz hali qaysi glyukozaning laqabi qanaqa. Chunki masalan hammangiz boshida kirib kelganingizda shu darsga birinchi marta sentyabrda kirib kelgan, bilmayman qachon kirib kelgansiz. Kirib kelganingizni eslasanglar, hali hech kimga laqab qo'ymagandim men. Hamma men uchun Xudo xolasa yaxshi o'qiydigan o'quvchilar edi. Ya'ni hammani men bir bosqich 5-sinf degan bosqichdan o'tkazaman, to'g'rimi? Setkadan. Keyin 6-bosqich, 7-bosqich, o'sha 7-bosqichdan o'sha dumbul, o'tmas ruschasini esa xafa bo'lar deydi. Hokazo laqablar paydo bo'la boshlaydi. Bolalar eslaydi. Ya'ni glyukoza hammasi kirib bu yoqda 2 molekuladan suv hosil qiladi. Suv, sut kislota, ATF hosil qiladi. Keyin bittasiga kislorod yetadi. Bittasiga kislorod yetmaydi. Kislorod yetganini nomi to'liq. Chunki u kislorod yetib 3-bosqichga o'tdi va to'liq parchalandi. Yetmagancha, masalan, bizda ham hamma bola kirib kelib, hamma ham o'qiydi bizda. Hamma ham oxirigacha bormaydi. O'zingmi? Gruppalardan misol 30 ta bilan boshladik tamikkini. 4-5 oy oldin. Ikkita odamimiz yo'q o'sha. Uxladi. Na bunisi men yonimga kelib, ustoz, fotoha. Ketdim, yo'nalishni o'zgartiraman nima? Nimadir sabab, ahamiyati yo'q. Kasallikdir, boshqadir. Nimadir sabab bo'lsa ham ikkalasini to'xtatdi va to'xtatganligini bildim. Shaxsan ikkalasi ham menga yozmagan, to'g'risi. Masalan, ustoz tugatdim bo'ldi, nima qilay yoki keyingi nima qilay, nimaga? Omadini bersin, shunaqa bo'ladi. Kislorod yetmayapti ularga. Haqiqatan kislorod yetmasdan narsa yotib olaveradi. Yetmadi, so'kiladi. Yetgani mana ketyapsiz, qarang. Sizlar ham to'liq bo'ladimi yo'q bilmaymiz hali. Balki siz ham chala yo'lda qolib ketarsizlar balki. Umuman olganda hamma boshladi. Kislorod yetgani 3-bosqichga ham o'tdi, yetmagani qolib ketdi. Qolib ketgani nomi chala parchalangan. To'liq yetib borgan nomi to'liq parchalangan. Endi qaysi biri 5-sinfda o'qidi? Hammasi, masalan, 5-sinfda o'qiganda hammasi ikkalasi 2 moldan suv hosil qilmadi. Endi bunisi bu mitoxondriyaga yetib bordi, bu 42 mol suv hosil qildimi? Endi eshiting, savolni eshiting. Mitoxondriyada hosil bo'lgan suv bilan sitoplazmada hosil bo'lgan suvning farqini so'rayapti. Mitoxondriyada hosil bo'lgan suv qancha? Yo, bormoqda ham 42 y ayru. Sitoplazmada qancha suv hosil bo'ldi? 2. Ayru 2. Общий sitoplazmani so'rayapti. Sizdan qarang, mana so'rayapti. Eshitinglar, jim, eshitinglar. Masalan, tasavvur qiling, boyaga ikkita qiz 9 sinf o'qimagan. Yoki ATF o'rganmadi-ku ular, tasavvur qiling. Qarang, so'rayman masalan. ATF o'rganganlardan 9 sinf boshidagi misol uchun nima deyman? Neft sistemasini o'rganganlarning ayirmasini top deyman. Eshitinglar. ATF o'rganganlardan neft sistemasini o'rganganlarning ayirmasini top desam, siz hozir shu xonada 28 ta o'tiribsizlar. Misol uchun o'zi 28 ta qoldingiz. 28 dan kimni ayiraman desa 30 ayirasiz. Chunki boyaga ikkita ham siz ham neft sistemasini o'qigansiz. Siz aytasiz, nega men buni olaman? Siz neft sistemasini o'qimagansiz, o'qigansiz. Ya'ni ATF o'rganganlardan, ATF bu keyingi bosqich bo'lsa, o'rganganlardan neft sistemasini o'rganganlarni ayirgansa boyaga ketgan ham qo'shiladi. Chunki ular neft sistemasini o'rgangan edi. Lekin ATF gacha yetib kelmadi. Tushunasizmi nima deyotganimni endi? Rahmat. O'zimga o'zim qarshi chalardim, prosta mikrofon shang'illab ketadi hammadan. Video uchun aytaman. Agar sizga g'alati ovoz chiqayotgan bo'lsa, ikkinchi darajada stul qimirlatishyapti. Bu ma'ni hech qanaqa hazm a'zolarimga bog'liq joyi yo'q. Ha.
Nima ham turish kerakmi? Ha, bu yoqda men tarafga qarab qo'ydi Xadija. Men qarab turibman shuncha olmasam. Qaranglar. Tushundinglarmi buni endi? Esidan chiqib ketdi o'zim rasulashadi. Xo'p, demak, mitoxondriya va sitoplazmadan ayrilgan suv mol farqi. Qaranglar bolalar, har doim narsaga aytganman. Eshitinglar. Mana bu narsani ayirganda xato qilish ehtimollar bor. Chunki hozir men bitta misol uchun minus oldidan qo'yaymi, plyus qilaymi? Shunaqa xolismi yo'qmi farq bo'ladi. Ya'ni ayirib qavs ichiga olib buni qo'shib turib qilaymi yoki общий ayirib ketaymi? Masalan, shunaqa savollar paydo bo'ladi-da. O'shaning uchun har doim sizga aytganman, eslaydi bo'lsa, bunaqa degaman. Mitoxondriyadangina bir chetga, sitoplazmani bir chetga olsanglar, ustiga qo'shib olsanglar, shu teng bo'ladi. Esingizda shunaqa deganman, linkada ham boshqada ham. Shunaqa ishlasanglar nisbatan to'g'ri topasizlar. Qarang, 2 y bu yoqqa nima bo'ladi? Minus o'tadi. Ya'ni 40 y teng